inson tug'ilibdiki, farzand tug'ilibdiki, uni tug'ilishi bilan bog'liq, uni hayoti davomida yashashi bilan bog'liq turli xil urf-odatlar, to'y marosimlar bor. Ular orasida masalan inson tug'ilgandan keyin, farzand tug'ilgandan keyin uni qulog'iga azon aytib ism qo'yish, unga aqiqa to'y qilish, beshik to'yi qilish, sunnat to'yi qilish, xatna to'yi qilish, undan tashqari to'g'ri keldingiz, qarang. undan tashqari demak ulg'aygandan keyin nikoh to'yi qilish kabi marosimlar bor. Ular orasida o'sha nikoh to'yi alohida o'rin tutgan holatda u bilan bog'liq bo'lgan turli xil marosimlar bor. Masalan, demak oq o'rar, ya'ni belgi qilish, ro'mol yopish yoki bo'lmasa sovchilikka borish, non sindirish, katta to'y berish, to'y kelish, to'qqiz tovoq jo'natish kabi marosimlar shular jumlasiga kiradi. Biz bu kabi birliklarni, so'zlarni, leksemalarni yig'gan holatda, izohini bergan holatda etnografizmlar lug'atini yaratishimiz bugungi kunda tilshunoslikda oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri deb hisoblayman. Va siz va biz